Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Mana bugun biz demak fors tilidan ikkinchi mavzu bo'yicha dars o'tyapmiz. Demak, bu asosan mana quyidagi mavzuga bag'ishlangan. Bu mavzumiz demak T, D, P, I yoki yo i undoshlari harflari haqida bo'ladi va bugungi suhbatimizni shu haqida biz demak davom ettiramiz. Demak, fors tilidagi mana nima mavzu rejasi quyidagilardan iborat. Bu undoshlarning so'zda ishlatilishdagi xususiyatlari: I, U, A cho'ziq unlilari, A, U qisqa unlilari haqida so'z yuritamiz. Demak, birinchi navbatda undoshlar haqida. Undosh tovushlar, demak, bular fonemalar deyiladi. Ichkaridan chiqayotgan havo nutq a'zolarining biron yerida to'siqqa uchrab, sado hosil qilishiga aytiladi yoki ovoz hosil qilishiga aytiladi. Unlardan farqli ravishda undoshlarni tasnif qilish ancha murakkabroq bo'lib, paydo bo'lish o'rni, aytilishi usuli, tovush paychalari ishtiroki, ovoz ishtiroki, tarkibi va yana boshqa xususiyatlariga ko'ra ular aniqlanadi. Fors tilida 23 ta undosh bo'lib, ular quyidagilardan iborat: B, P, T, S, J, Ch, H, X, D, Z, R, J, Sh, demak, I, F, K, G, L, M, N, V, I. Fors tilidagi undoshlar yuqoridagi belgilarga qarab farqlanishi jadvalda ham o'z aksini topgan. Xo'p, undoshlarning so'zda ishlatilishdagi xususiyatlari. Fors tilining o'ziga xos xususiyatlaridan biri shuki, so'z boshida qo'sh undoshlar yonma-yon kelmaydi. Agar chet tillardan o'zlashgan so'zlarda shunday holatlar uchrasa, ular orasida yoki ulardan oldin yoki u unlisi orttiriladi. Masalan, stakan, estakon, traktor, traktor. Ya'ni hamda o unlisi va shunga o'xshash. Bu hodisa oldinlari o'zbek tilida ham kuzatilgan, lekin sho'rolar davrida rus va internatsional so'zlar aynan talaffuz shaklini saqlab qolish rasm bo'ldi. Masalan, stol, ustal, shtraf, ishtaraf, stansiya, istansiya shaklida talaffuz qilingan edi. Xo'p, e, L va R undosh tovushlardan iborat so'zlar bundan mustasno hisoblanadi. Masalan, proje, plan kabi va shunga o'xshash. Arab tilidan kirib kelgan ba'zi so'zlar oxiriga kelgan qo'sh undoshlardan biri tushib qoladi. Masalan, arab tilidagi bad, dur, sir so'zlari fors tilida had, dor, ser shaklida talaffuz qilinadi. Fors tilidagi bu so'zlar oxiriga boshqa qo'shimcha qo'shilishi bilan qo'sh undoshlar talaffuzi tiklanadi. Hadde, hadde, dorre, yatim va hokazolar. Hop. I, U, A cho'ziq unlilari. I, U, A unlilari o'z talaffuz xususiyatlariga ko'ra har doim bir xil cho'ziqlikka ega bo'lib, o'zining urg'uli yoki urg'usiz bo'g'inda kelishi, qaysi harflardan keyin kelishidan qat'iy nazar doimo sobit talaffuz qilinadi. I unlisi old qator, yuqori ko'tarilgan, lablanmagan, cho'ziq, sobit unlidir. Fors tilidagi demak i unlisi keskin farq qiladi. O'zbek tilidagi masalan i unlisi qisqa unli bo'lib, old qator i va orqa qator ö variantlariga ega. Fors tilida esa i unlisi so'z boshida, o'rtasida yoki oxirida kelishidan qat'iy nazar doimo cho'ziq talaffuz qilinadi. Fors tilidagi undoshlar i unlisidan oldin biroz yumshoq talaffuz qilinadi. Masalan, sin, din, bini. Fors tilidagi u unlisi orqa qator, yuqori ko'tarilgan, lablangan, cho'ziq, sobit unli hisoblanadi. Fors tilidan farqli ravishda o'zbek tilidagi u unlisi
qisqa talaffuz qilinadi. O'zbek tilidagi u unlisining fors tilidan farqli ravishda ham orqa qator va ham old qator variantlari mavjud. Masalan, orqa qatorga kiradigan gul, kul, buyuk. Fors tilidagi u unlisi urg'uli yoki urg'usiz bo'g'imda e, kelishidan qat'iy nazar cho'ziq talaffuz qilinadi. Masalan, rud, niru, kur. Fors tilidagi nima aunlisi orqa qator, quyi ko'tarilgan, lablangan, cho'ziq sobit unli hisoblanadi. Ho'p, a, u qisqa unlilarga biz keladigan bo'lsak, demak, bular cho'ziq unlilardan farqli ravishda so'zda tutgan o'rniga va fonetik holatiga qarab o'zgarib turadi. Qisqa unlilar ham miqdor, ham sifat jihatidan o'zgaruvchan tovushlardir. Qisqa unlilar urg'u tushmasligiga qarab gohida cho'ziq, gohida o'rta qisqa talaffuz qilinadi. Undan tashqari qisqa unlilar talaffuziga uning qanday undoshlar bilan yonma-yon turishi ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Qisqa unlilar sifat jihatidan ham turli pozitsiyada turlicha bo'ladi. Gohida oldingi qatorda, gohida orqa qatorda talaffuz qilinadi. Qisqa unlilardan unlisi oldingi qator, o'rta ko'tarilgan, lablanmagan, nosobit tovush hisoblanadi. Qisqa unlisi fors va o'zbek tillari uchun mushtarak so'zlarda i'ga aylanib, ba'zida majhul shaklida talaffuz qilinadi. Masalan, fors tilida biz e, iqbolni iqbol, islomni islom, kitobni kitob, nodirni nodir, nodir, nomani nome tarzida talaffuz qilamiz. Xo'p, o'zbek tilida unlisi ko'pincha so'z boshida va so'z o'rtasida uchraydi. So'z oxirida faqat e, o'zlashgan so'zlarda uchrashi mumkin. Tovushi so'z oxirida o'zbek tilidagi va ga yaqinroq, ochiq va old qatorda yumshoqroq talaffuz qilinadi. Masalan, sina bo'lsa, gune, yanoq, rude, ichak va shunga o'xshash. Qisqa unlisi oldingi qator, quyi ko'tarilgan, lablanmagan, nosobit tovushdir. Uning talaffuz xususiyatlari o'zbek tilidagi tovushi bilan deyarli bir xil. Faqat farqi shundaki, unlisi so'z oxirida deyarli uchramaydi va hatto o'zlashgan so'zlardagi so'z oxiridagi tovushi ga aylanib ketadi. Masalan, qovurma, e, ya'ni qurmay, nadima, va hokazo. Hop, unlisi so'z boshida kelganda ochiqroq, kengroq talaffuz qilinadi. Masalan, amal, amal, agar. So'z o'rtasida ayniqsa undoshi va e, unlisidan oldin o'ta qisqa va tor talaffuz. Masalan, e, biz nayo desak, neyo va neist turma shaklida talaffuz qilinadi. Arab tilida o'zlashgan ba'zi so'zlarda tovushi til orqa tovushiga aylanib yopiqroq talaffuz qilinadi. Masalan, tarix, ta'min so'zlari kabi. Demak, o'nglisi orqa qator, o'rta ko'tarilgan, lablangan qisqa tovush bo'lib, o'zbek tilidagi orqa qator o tovushiga yaqin talaffuz qilinadi. O'zbek tilida fors tilidan farqli ravishda old qator tovushi ham uchraydi. Demak, bugungi darsimiz mana shulardan iborat. Keyingi darsda uchrashguncha hozircha xayrlashamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.